4-sanada tavallud topganlar. Bu insonlarning asosiy fe'l-atvorini aql va tushkunlik tashkil etadi. Odatda ular o'qitishga oid ajoyib mavqe martaba yarata oladilar. Ularda o'qishga nisbatan kuzatuvchanlik va zehnlilik yuqori darajada. Ortiqcha intilishlar ham favqulodda foydali xodim. Har qanday ishni uslubiy jihatdan amalga oshirishadi. Ular qiziqqon emas, kam bahslashadi, isrofgar. Ularga pul qancha tez kelsa, xuddi shu darda ketadi. Osonlik bilan sevishmaydi, biroq sevib qolsalar, bu umrbod davom etadi. Ular majburlikdan emas, sevishlari qiyin bo'lgani uchun sadoqatli. Nozik masalalarda ishtahalari o'rtacha. Tushkunliklari bois doimiy g'am-g'ussadir. Bu esa yaqinlarini tashvishga soladi. Odamlarga ishonishmaydi. O'zlariga ham unchalik ishonmay, doimiy daldaga muhtoj bo'lishadi. Agar kimdir tomonidan qo'llab-quvvatlansalar, o'zlarini juda yaxshi sezadilar. Aksincha holatlarda esa zahar, zavqin va jahldor kimsalarga aylanadilar. Aynan tushkunlik tufayli ular ulkan omadga erisha olishmaydi. Hech qanday natija chiqmaydi deganlari bois yaxshi imkoniyatlarni qo'ldan boy beradilar. Tejamkorlikda noqis, muhtojlikda chora topa olishmasa, haddan ziyod ruhlar tushadi. Hamkorlar, umr yo'ldoshlari, do'stlari bu insonlarni ruhlantirib turishlari kerak. Aks holda ularni yo'qotib qo'yish mumkin. Atrofidagilarning bari sabr-bardosh va kuch timsollari bo'lishlari lozim. Buning evaziga ulardan bekam ko'z sadoqat, mehribonlik va ishonch olish mumkin. 4-sanada tug'ilganlar mumkin qadar o'zlari uqubat chekayotgan, ya'ni dunyoni adolatsizlikda ayblab, imkoniyatlarni qo'ldan chiqarayotgan noraso tuyg'uni yengishlari lozim. Aslida omadsizliklarga o'zlari sababchi. Ular o'zlariga, o'z aql idroklariga va qobiliyatlariga ishonishlari kerak. Salomatlik borasida mazkur sanada tavallud topganlarni buyrak, bosh va orqadagi og'riqlar bezovta qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.